hozirgacha siz uchun hayot tuhfa etgan eng katta mukofot? Men o'zim loyiq bo'lmasam ham berilgan eng katta narsa menimcha shu odam bo'lib yaratilganim bo'lsa kerak. Yaqinda bir joyda to'xtab qoldim. Bir masalada Sirdaryo yo'lida. Oldimizga bir it keldi. Mungli ovoz bilan u yoqqa o'tyapti, bu yoqqa o'tyapti. Bolachalarga aytdik non berishni, lekin qarab o'zimcha bir tafakkur qildimda, agar men shu it bo'lib yaralganimda, men hozir qaysidir bir odam kelganda xuddi shu holatda atrofida aylanib yurgan bo'lardim. Bu nima qildiki, it bo'lib yaraldi, men nima qildimki, Xudo meni odam sifatida yaratdi. Endi bu it-ku yashaydi, o'tadi, ketadi. Endi sen odam bo'lib kelibsan, nimadir qiladigan katta ishing bor, uni qilmay o'tsang, holing itdan battar bo'ladi. Ya'ni inson bo'lib tug'ilishlik, inson bo'lib yaralishlik katta mas'uliyat va katta ne'mat.